Booster'ı 2024-yilning oxiri, 2025-yilning boshida upgrade bo'lgan versiyasi. Hozir sizlar bilan raspakovka qilamiz. Bu yoqda instruksiyasi bilan o'zini zaryadchiga chiqadi. Agar ingliz tilini tushunsangiz, bu yoqda 7 xil modlari qaysi vaqtda ishlatilishi kerak va qanday ishlatilishi kerak yozilgan. Agar tushunmasangiz, bizga murojaat qilsanglar, biz o'zimiz sizlarga tushuntirib beramiz. Qizlar, buni rangini qaranglar. Zaryadkasi bormi ekan? Zaryadkasi bor ekan. Booster mode level 1. Agar level 2 ga o'tkazmoqchi bo'lsanglar, prosta mana buni bosasizlar. Level 2, level 3. Bu qizarlangan. Agar modni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, buni bosasizlar. Dual modda 2 xil krem va 2 xil sivritkani qo'yib yuzingizga singdirsanglar bo'ladi. Bu yangi funksiyalardan biri. Tkanoviy maska qo'yib ishlatasizlar. Qizlar jonlar sotuvda bor, lekin ko'rib turganinglardek unaqa ko'p kelmagan. Xarid qilish uchun, tezroq o'sib ketib qolish uchun direktdan yozinglar.